Uyda eng chiroyli qilib turadigan narsa lustra bo'lsa kerak. Buni kattaligini qaranglar. 4 metrgacha, 5 metrgacha yasash berar ekan. Xitoyliklar ham endi damini olsan akalar. O'zimiz andijonlik asakali akalarimiz ishni yorib ekan. Shuni uylarga borib qatirib olsanglar bo'ldi ekan. Aka, xuddi shuni narxi necha pul endi? Bunimizni narxi $140. Razmeri 2 metrga 2 metr. 2 metrga 2 metr. Keyin qaranglar, buni har xil ko'rinishi bor ekan. Aka, murinsin narxi necha pul? $140dan 2 metrga 2 metrlarimiz kichiraytirsa narxlar arzonlashadi. Ko'rinishiga qarab o'zgarmaydi ekan. Ko'rinishi klient xohishiga qarab o'zgaradi, narxiga ta'sir qilmaydi. Tushunarli, buni har xil ko'rinishi bor. Ko'rib turganinglardek, sexiga kelganmiz, akamiz o'zi yasaydi. Ichkarida uskunalari ham bor. Eng qizig'i bor, ko'rinishini sizlar xohlagan variantda qilib beradi. Narxlari ham o'ta hamyonbop. $100 dan necha pulgacha aka eng qimmati? Eng qimmatini $200 ga qilib beramiz. 5 metrligini zakaz qilsa yasab berasiz. Yasab beramiz. Akamizni telefon raqamini pastga qo'yib qo'yamiz. Instagram profillarini ham qo'yib qo'yamiz. O'tib bemalol bu variantlarni ko'rishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmanglar.